Bahodir aka, gaza bo'laklar. Mana sizga tashab qo'yaman, hozir ko'rasiz. Salafan debdi o'rab qo'yganmiz. Abdulloh akasi bo'laman. Mana shu gaza bo'laklarga chiqqan gaza bo'laklar. O'raliq turadi. Mana shu gaza bo'lak aka, sizga ko'rinyaptimi? Qanaqa obro'dan qo'yib qolyapti. Mana gaza bo'lak. Qattiq aka mana. Qattiqligi. Bosib ko'rinadi. Mustahkamligi yaxshi aka, qattiq. Qo'llar kirmaydi ekan. Ko'rsiz tindaqlarim bosganda oqarib ketyapti. Hamma shunaqa. O'ralgan salafanda. Mashlar aka salafanda. Mana sal qorayib turgani endi keyin chiqqan tashlaganmiz. Mana ular bundan bir kun oldin chiqqan, oqarib turgan. Hammasi qurigan. Qattiq aka. Ular ham shunaqa. Ular ham yangi chiqqani bilan bular ham qattiq mana. Bosilmaydi aka mana. Barmog'im ko'ring. Bosgandan tunda oqarib ketyapti-ku. Qattiq pishiq mustahkam. Ko'raverasiz aka, kelaverasiz. Bu yerda ham bor. Gaza bo'lib, bu yerdan urib qo'yganmiz. Sifatini ko'rdingiz shekilli aka, endi imkon boricha video qilib tashab qo'yaman. Ko'raverasiz. Bori shu aka.